Mana motorni mana buni qo'ydim. Ramaga svarka tegmadi. Faqat yavani shtatni krepleniyasini ham ishlatib yubordim. Buni ham ishlatmayman dedim. Krepleniya yasashga erindim. O'zi yasab tashlasam ham bo'layotgan bag'ini men yasadim. Ugonida motor ichili komplet bag'dan ham yechiladi. Bag'dan yechilib, mana bu arqa krepleniya ham polностью yechiladi. Xohlang krepleniya bilan tushirsa bo'ladi, xohlang motorni o'zini отдельно tushirsa bo'ladi. Yavani o'zini shtatni bolitlariga mana bu tormoz faqat vasvot tormoz bo'ldi. O'ziniki keskim kelmadi. Tros bo'ladi yavaniki. Bular almashadi. Simcha qo'yaman yaxshi. Mana bunisi o'ziniki haqqaki balon chappa bo'ladi-ki, o'qit ichidan chiqqan bo'ladi-da, mana tormoz ushlaykan. Men bolicha svarkalab qo'ydim, men raman teshib qilish kerak o'zi. Men bolicha qo'ydimda, endi tormoz bilan o'ynash bo'lmaydi. Bolichani sindirib olmasin, men bunaqa xamut qo'ydim. Buni ham kelajagiga bir yo'lini qilaman. Hozir haydab keldim, bir test qilib normalni. Bundan keyin asta hali yana akkumulyator qo'yiladi, elektrik anasini qilaman, statordan olayotgan qilib. Motorni o'z orqaga qo'ymoqchi edim, xunuk bo'ladi degandan keyin men oldiga qo'ydim. Chotga qilib, mana arqa ziyozishga vasxotnikini qo'ymoqchi edim-ku. Stup anavinga ekanligi birda. Shu pilla topilmadi. Vasxot ziyozishkasini bunga predelka qilib, sentrovka qildim-da, bolitlarga M8 ga tortib tashladim. Mana sentrovkasi ham to'g'ri, buniki ham to'g'ri. Hozir test qilib haydab keldim, normalni. Bag'larini o'zini krepleniyasini olib tashlab, bo'la hal tachit bo'lib, svarka bo'lib asta-asta qilamiz-da. Ha, problema bitta, endi glushiter bo'layapti. Hozir kalyankani o'zi bilan haydadim, xuddi bir Harleyda gaz tashlash, paq-paqdan o'tadi ham. Menga yoqadi, hamsa xalq qo'rqitadi. Endi mana bu glushiterni qanaydir amne qilib qo'yamanmi? Endi mana shuni bir kallani qotirsam, shu bitta muammo. Bag'lari hammasi bu Kickstarter bilan ham oladi, buni ham. Shu